Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterres Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiliklarni tekshirishga chaqirildi. Yaponiya bilan Avstraliya harbiy hamkorlik kelishimi tuzdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har yil 18-noyabrni Xalqaro islom san'ati kuni deb e'lon qildi. Uyg'ur binokorligi haqida tuvandagi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika, İtaliya, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlar va Yevropa parlamentidagi bir qism a'zolar 16-noyabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresga maktub yozib, uni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mexanizmini ishga solib, Sharq Turkistonda yuz berayotgan krizisni jiddiy tekshirishga chaqirgan. Maktubda ta'kidlanishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi bu masalani tekshirishga alohida vakil, alohida tekshiruvchi yoki boshqa tekshirish mexanizmlarini bekitishi, shuningdek kishilik huquq kengashining alohida yig'inini chaqirish kerak. Maktubda ma'lum bo'lganidek Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining haqiqiy harakat qo'llanish to'g'risidagi chaqiriqi dunyodagi 400 dan ortiq ommaviy tashkilot tomonidan qayta ta'kidlandi. Biz bu chaqiriqqa ovoz qo'shib bu maktubni yozdik. Kuchlik va keskin ayblashning vaqti o'tib ketmadi. Bugungi vaziyat bir tarafli harakat qo'llanib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkiston krizisini tekshirishi, besim qilish kuchini to'liq ishlatishni talab qilmoqda deyilgan. Amerika O'ng palata a'zosi Ted Yoho, Tom Malinowski, Kengash palata a'zosi Rexi Kotlarning boshchiligida yozilgan bu maktub Mark Rubio, Kevin Krayman, Ilhan Ömer, James McGovern qatorliq Amerika Davlat Majlisi a'zolarining shundaqla bir qism Avstraliya, Kanada, İtaliya, Shveysariya parlamentlari va Yevropa parlamenti a'zolarining imzo qo'yishiga erishgan. Ular maktubida Guterres bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sistemasi ichida Sharq Turkistondagi etnik va diniy bostirishlarga qarshi elinadigan tadbirlar haqida so'zlashni qarshi olganligini bildirgan. Parlament a'zolarining maktubida yana kishilik huquq mutaxassislarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Uyg'ur vaziyatini jiddiy muzokara qilish yoki alohida yig'in chaqirishi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustaqil tekshirish mexanizmi ta'sis qilinishi, bu mexanizmning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshiruvchilarini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislar komiteti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining alohida vakilini o'z ichiga olishini talab qilganligini ta'kidlab, o'zlarining talabga ovoz qo'shadiganligini bildirgan. Ba'zi mutaxassislarning ta'kidlashicha, ular Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotida hozirgidek kuchlik o'ringa chiqib olgan ahvolda uning harakatga o'tishiga bak umidvor qarmaydiganligini, bu ahvolda g'arb davlatlarining boshqa yo'l tutish kerakligini bildirgan. Yaponiya bosh ministri Yoshihide 17-noyabr seshanba kuni Yaponiyaga ziyoratda bo'lgan Avstraliya bosh ministri Morrison bilan o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida Yaponiya bilan Avstraliyaning bir-birining zamonda texmi ko'p birlashma harakat va manevrini ilgari surish uchun ikki taraflik mudofaa kelishimi to'g'risida keng kelishim hosil qilganligini bayon qildi. Bu Morrisonning bu yilgi tava tunji rasmiy xalqaro ziyorati bo'lib, Yaponiyada Yoshihide Suga bilan ko'rishgan tunji chet el rahbari ekan. Bexatarlik mutaxassislarining mo'ljallashicha, Morrison Yoshihide Suga bilan ikki taraflik mudofaa kelishimi imzolab, ikki taraf armiyasining mashq va birlashma harbiy harakatlari uchun o'zaro ziyorat, fikr almashtirishni qonuniy ramka ichida imzolagan. Yuqorida tilga olingan ikki taraflik mudofaa kelishimining rasmiy atalishi o'zaro ziyorat qilish kelishimi yoki o'zaro foydalanish kelishimi bo'lib, asli atalishi harbiy o'zaro ziyorat kelishimi ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Yaponiya bosh ministri so'zida bu kelishimning ikki davlatning bexatarlik va mudofaa hamkorligini yangi saviyaga yetkazganligini, Avstraliya bosh ministri Morrison kelishimda texmo tez va texmo tejashlik bo'lgan ma'muriy tartib usuli qo'llanib, mudofaa va harbiy qismlarni o'rlashtirishning o'ngishli musofasi o'rnatilganligini bildirgan. Ikki davlatning rahbarlari yana Janubiy Xitoy dengizida yuz bergan talash tortishdagi orollarni harbiylashtirish va dengiz qirg'iqi muhofazatchilarini xatarlik va majburiy ishlatish qatorliq yaqin salbiy o'zgarishlar va og'ir voqealardan andish qilganligini bildirgan. Buningdan boshqa ular yana Xitoyning yaqinda Hong Kong davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yib, Hong Kongdagi o'qituvchilarga zarba berish masalasiga qarata andishlarini ifodalagan. Amerika, Hindiston, Yaponiya va Avstraliya seshanba kuni Shimoliy Arab dengizida ikkinchi bosqichlik harbiy manevr o'tkazgan. Bu g'ayri-rasmiy guruhga 4 kishilik bexatarlik dialogiga a'zo davlatlarning ikkinchi qatim o'xshash ko'lamdagi harbiy manevr o'tkazishi bo'lib, bu Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi kengayishiga qarshi turdi deb qaraldi. Mush oyning 5-ida 4 davlat yana Bengal qo'ltiqida manevrning birinchi bosqichini o'tkazgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif, Ilm-fan va madaniyat tashkiloti har yili 18-noyabrni Xalqaro islom san'ati kuni deb e'lon qildi.
Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif, İlim, Fen ve Medeniyet Teşkilatı tarafından e'lon qilingan yazma bayonotda 40-cı navbatlik umumiy yig'inda ma'qullangan qarorga binoan har yili 18 noyabrning Xalqaro islom san'at kuni sifatida tabriklanganligi. Bugungi kunda islom dinining san'at sohasi va islom san'ati orqali madaniyatga qo'shgan to'pisi haqida tonishni oshirish nishon qilinganligi. Hammalarni Xalqaro islom san'at kuniga to'p qo'shishga chaqirganligini bildirgan. Xalqaro islom san'at kunining boshqa san'at harakatlariga ilhom beradiganligi va madaniyatlar aro yaqinlashishni rag'batlantiradiganligi ilgari surilib, islom san'atining zo'r qiziqish qo'zg'aydiganligi uqtirilgan bayonot yana dunyo miqyosida 18 noyabrning tabriklanishining kultur ko'p xilligiga, fikr erkinligiga, madaniyat meroslariga va madaniyatlar aro aloqaga to'p qo'shadiganligi ta'kidlandi. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif, İlim, Fen ve Medeniyet Teşkilatı'nın baş direktörü Audrey Azoulay ayırım bayanat verip, İslam san'atining davomliq o'zini yangilab, dunyodagi boshqa barliq kulturlarga ta'sir ko'rsatishni davomlashtirib kelganligini ta'kidladi. Audrey Xalqaro islom san'at kunining 14-asrda tarqalgan bu favqulodda merosini tabriklash uchun e'lon qilinganligini eskartib, islom san'at tarixining texmi yaxshi tonlanishi kerakligini ta'kidladi. Uyg'ur binokarlik san'atining alohidaligi Toshqoral davridan boshlab shakllangan. Dastlab e'tiqod yuzidan tog' cho'qqilariga simvol qilinib, siziqcha o'ymi shaklda borliqqa kelgan. Keyin yana oy, kun, yulduz qatorliq osmon jismlari nur manbasiga simvol qilingan. Yulduzsimon geometriyalik siziqchalar takshi yuz o'yma, qapratma o'ymaga qarab rivojlangan va u tam rasmlari haykaltarashlik bilan organik holda mukammal shakl orqali birlashtirilgan. Hatto munor, gumbaz, darvoza, eshik beshi, takchi o'yiqi, mo'ra, peshayvon, mikrab, turklardan taraqqiy qilib kelam, badam do'ppa, taqiya qatorliq bosh kiyimlari, do'bilg'i qalqon, ot uloqlarga to'qiydigan ega, lengirchoq, o'zanga, hayvonlarning cho'qaylar qatorliq kundalik turmush buyumlariga singib, parlaq madaniyatning guvohchisi sifatida dunyo madaniyatini betgan. Islomiyatdan keyin Uyg'ur binokarlik san'ati asosligi Otishdagi Sulton Sutuq Bug'roxon mazari, Qashqardagi ulug' olim Mahmud Qashqari maqbarasi, Yusuf Xos Hojib mazari, Etka jamasi, Apa Xo'ja mazari, Yakandagi Chiltaq mazari qatorliqlar Uyg'ur dunyoga mashhur nurg'ulgan qadimiy madaniy meroslar saqlanib kelayotgan o'yli aram, uy imoratlarida gavdalik holda o'z ifodasini topgan. Uyg'ur binokarlik san'ati tövandagidek alohidaliklarga ega. Birinchi, ranglik rasmlar. Mehmonxonaning eshiklariga tomlarning tekcha, mikrab yendagi bo'sh o'rinlarga, ravoq va sarrablarga, masjid madrasalarning xoliriga, peshayvon ayvonlarga sir bilan o'z xos shakl va uslubda har xil manzarlar, lo'nqa va gullar chiziladi. Bundaq rasmlar eng yuqori mahorat bilan selishtirma farqi kuchli, ammo bir-biriga moslasha oladigan ranglar ishlatilib, Uyg'urlarning rangi bo'lgan qiziqishi va hissiyotini ifodalab beradi. Ikkinchi, Uyg'ur binokarligida sir bilan chizilgan ranglik naqshlar ishlatiladi. Lekin gaj va tog'ochi o'yma naqshlar asos qilindi. Gaj oq, siliq bo'lib qetishchanligi tez, mashg'uloti oddiy. Uchinchi, qishlarni tizib naqsh hosil qilish va qishlarga gul chiqarish. Uyg'ur binokarligidagi yana bir muhim alohidalik qishlarni tizib har xil geometriyalik naqsh hosil qilish. Buning bir xili binolarning lampalari va palampaylarida ifodalandi. Ya'ni lampa va palampaylarga 3 burjak, 6 burjak va chos shaklli qishlarni tizib chiqilib, nihoyat chiroyli naqshlarga aylantirilib, binoni ko'rkam va haybatli tusga kirgizadi. 4. Kahish. Uyg'ur binokarlikda ishlatilgan kahish asosan yeshil va zangar rangda bo'ladi. Buningdan boshqa yana benafsh rang, hol rang, oq rang qatorliq ko'p xil rangli kahish va qapratma chiqaradigan kahishlar bor. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.